Qarzdorlarga bir xona, ikki xona qilingan uy chiqsa aytingdiganlarga zo'r variantimizda chiqqan Yunusobod 6-kvartaldan bir xona, ikki xona qilingan uyimizda 4-etaj, 4 etajli dom bo'ladi. Bu yog'imizda podyezddan kirishimiz bor edi. Bu yoqda o'z mebellarni qilib ketishgan ekan. Bu yerda oynalari ham bor buni. Srazu bu yog'imizdan boshlaymiz. Bu yog'imiz o'z zal qismi bo'lgan. Bu yoqni ikkiga bo'lib qo'yishibdi mana. Sho'li qilib qo'yishibdi. Kerakli hamma narsalar bor. Televizorlar ham qo'yib ketilgan. Bu yog'imizda esa spalni xonamiz bor edi. Mana spalnidan hamma narsalar qo'yib ketilgan ekan. Kerakli narsalar. Shunaqa zo'r variantlar o'tkazib olmaslik uchun bizning Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Bunaqa uylarimizni bir haftaga qolmay sotib ketib qolyapti. Hop, uyimizdan 42 kvadrat. Bu yog'imizda tualet vannasi совмещенный qilib olgan mana. Bu yog'imizda kuxnya qismi bo'ladi mana. Kuxnyadan ham kerakli hamma narsani qo'yib ketishgan ekan. Gazlar bu yoqqa chiqqan. Hop, bu uyimizning narxini 56.500 so'rashyapti. Yana ozgina o'tib beriladigan joy bo'ladi. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. E'tiborli uchun rahmat.